Farg'ona viloyati Dang'ara tumanining Telimi muzeyga qarashli bir konturga bir mahsulot tamoyili asosida ekilgan kartoshkamiz. Kartoshkamizning maydoni 20 gektar. Ikkita konturdan iborat. 593 million 475 konturlarga asosan 20 gektar kartoshka ekilgan. Bir konturga bir mahsulot lideri kumush solalari mas'uliyati cheklangan jamiyat bo'lib, bu kartoshkamizni bir gektardan daromadi 36 million 40 milliongacha hosildorlikka ega va bir tonnasi bir gektaridan umumiy 50 tonna 45 tonnagacha hosil olish mumkin. Hozirgi vaqtlarda mana agrotexnik ishlar olib borilgan va keyingi usullarda sug'orish uchun jo'yaklar olindi. Dehqonlarimiz xizmat olib borilmoqda.